Assalomu qadrdonlar. Ushbu xonadonimizga multisplit 42 tali konditsionerdan 2 dona o'rnatyapmiz inshaalloh. Yuraver aka. Inshaalloh 6 ta fenga multisplit 42 tali. Multisplit konditsionerning afzalliklari fasadda umuman ko'rinmaydi. Bitta konditsionerga 5 tagacha tashqi blok, ichki blok ulasa bo'ladi bitta tashqi blokka. Kamchiligi shu remontdan oldin trassalar tashab ketish kerak. Mana shu holatda bu obyektimiz trassa tashab berish xizmatini bitkizdik. Inshaalloh bitgandan keyin ham bitta ko'rsatamiz. Bu joyga bitta 9 tali Shivaki multisplit konditsioner o'rnaydi. Xonamizning ob'yomi kichkina. Inshaalloh ikkinchi xonamiz. İkinci xonamizga ham trassasini tashab berdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu joyga ham bitta 9 tali konditsionerimiz o'rnaydi. Ishni yakunlaganimizdan keyin ham bitta video qilib beramiz inshaalloh. Trubkalar montajiga bitta baho berib berasizlar. Montaj patologiya ichidan ketdi. Bu bizga yordam bergan do'stimiz. Qarashni istamayapti. Bu oshxona 18 tali qo'yiladi. İnşallah. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, konditsioner bo'yicha muammosiz bartaraf qilib beramiz inshaalloh. Kelishilgan hollarda, kelishilgan narxda. Hammasi birinchi etajda barcha 3 blogi ham bitta 42 tali konditsionerga, bitta 18 tali, bitta 9 tali, ikkita 9 tali, bitta 42 tali blokka ulanadi. Parashyutim ham to'g'ri, to'ppa-to'g'ri keladi. O'zlaring hisoblab ko'rishlaring mumkin. Hop, ikkinchi etajga chiqdik. Ikkinchi etajda bu spalni. Spalni bu joyga o'rnatilar ekan, odamga urmasligi uchun yechim qilib berdik. Hop, turbalarimiz o'tib ketyapti. Garderobning ichidan sifatli, akkuratniy bo'lib shtraba bilan o'tib ketyapti. Bu holimiz, ikkinchi etajda holi. 18 tali nastenli konditsionerimizdan mana shu joyga o'rnaydi. Xo'sh, endi bu joyda patologiyada bordan bitkazib qo'yishgan ekan, buzishning imkoni bo'lmadi. Iloji boricha yechim qilib harakat qildik. Bitta 9 tali konditsionerimiz mana shu joyga o'rnaydi. Suv liniyalarini endi inshaalloh santexniklar bilan kelishilgan holatda tashlab beramiz. Mana shu joydan o'tadi. Ikkinchi etajda sanuzelni ichiga kirib ketadi hamma turbalarimiz. Mana montajga baho berib berasizlar. Bu pastga tushgan sababini hozir tashqaridan bitta ko'rsataman. Inshaalloh akkuratniy qilib ishni bitkazib berdik. Uylar remont bitgandan keyin montaj to'liq amalga oshiriladi. Ichki bloklar va tashqi blok o'rnatiladi. To'g'ridan ketdingizmi? Yo'rg'ondan ketib olaman. Uyimizning tashqi fasadi. tomonga ham hali remont ishi ketyapti. Inshaalloh bu tomonlarga ham qo'yiladi.
Bu uyda podval ham bor. Podvalga ham qo'yamiz. Podvalga kanalli konditsionerimizdan qo'yib beramiz inshaalloh. Mana tashqi bloklarimizni o'rnatilgan joylar. Mana shu turbalarni yopib turib o'rnatib beramiz. Yuqoriga bitta 42 talik, pastga bitta 36 talik konditsionerimiz o'rnaydi. Haligida xato qilibman. Noto'g'ri tushunmaysizlar degan bittaman. Tashqi blokni qo'yganimiz yuqori tepa past qilib tashqi bloklarni o'rnatib beramiz inshaalloh. Salomat bo'lasizlar. Like va obuna bo'lishni unutmanglar.